Hammaga salom. Afsonaviy sirlarga boy Misr piramidalari. Mana bir necha ming yil bo'ptiki, Misr piramidalari ko'pchilik turistlarni, olimlarni va tarixshunoslarni o'zlariga jalb qilib kelmoqda. Ko'pchilik insonlar Misr piramidalari haqida eshitgan, ko'rgan va ko'plab ma'lumotlarni o'qigan bo'lishi mumkin, lekin haligacha bu katta piramidalar ko'p sirlarni odamlardan yashirib kelmoqda. Shuning uchun ham doimo insonlarni o'ziga jalb qiladi va atrofida doimo bahs-munozaralar bo'lib turadi. Dunyodagi eng qiziqarli, afsonaviy va sirlarga boy o'lka hozirgi Misr hisoblanadi. Bu o'lkaning qum ostida haligacha topilmagan yana ko'plab arxeologik qazilmalar mavjud. Ularni asosan fir'avnlar qurdirgan. Fir'avn qadimgi Misr podshohlarining nomi yoki unvoni bo'lgan. Zamonaviy tilda aytganda Misr prezidentlari. Demak, Misr piramidalari. Dunyoga eng mashhur 3 ta piramida Gizada joylashgan. Ular Xeops, Xefreyn va Mikerin deb nomlanadi. Lekin qadimgi Misr yerlarida 140 dan ortiq piramidalar mavjud. Eng qadimgi piramida Jozer deb nomlanadi va u eramizdan avvalgi 27-asrga tegishli, ya'ni 5000 yillik tarixga ega. Piramidalar ichida Xeops piramidasi eng baland hisoblanadi. O'sha vaqtdagi balandligi 145 metrni tashkil etgan. Hozirgi vaqtga kelib cho'kishi hisobiga uni bo'yi 138 metrni tashkil etadi. Piramidalarni qurish uchun ishchilarning soni 100 mingtadan ortiq bo'lgan. Giza piramidalarini Sfinks qo'riqlab turadi. Sfinks bu odam boshli sher haykali. Bu Sfinks dunyodagi eng katta yaxlit haykaltaroshlik ishi hisoblanadi. Barcha Misr piramidalari Nil daryosining g'arb tomonida qurilgan. Qadimgi Misr xalqi ulug' insonlarni piramidalar ichiga dafn etishgan va ular bilan birgalikda qimmatbaho narsalarni, hatto ro'zg'orda ishlatiladigan oddiy narsalarni ham qo'shib dafn etishgan. Bu narsalarni keyingi dunyoda kerak bo'lib qolishiga qattiq ishonishgan. Eng qadimgi mashhur injener, arxitektor, vrach va olim Imhotep hisoblangan. Imhotep eng qadimgi Joser piramidasining muallifi hisoblanadi. Qadimgi Misr piramidalarining qurilishini yakunlagach, piramida qurilishlari hozirgi Sudan yerlarida davom etgan. 12-asrda Qurt podshosi Al-Aziz piramidalarni buzishga harakat qiladi, lekin qo'lidan kelmaydi. Keng ko'lamli va xarajatli ish ekanligini anglab yetadi va taslim bo'ladi, lekin Mikerin piramidasiga katta ziyon yetkazadi. Gizadagi 3 ta mashhur piramida Orion yulduzlariga moslashtirib qurilgan va bu shunchaki tasodif emas, aksincha quruvchilarning g'oyasi bo'lgan. Olimlarning hisoblariga ko'ra, eng katta piramida 2.300.000 ta tosh bloklaridan iborat. Toshlarning og'irligi 2 tonnadan 30 tonnagacha boradi. Ayrimlarining og'irligi esa 50 tonnani tashkil etadi. Dastlab piramidalar sayqallanuvchi toshlar bilan qoplangan bo'lgan. Shuni hisobga piramidalar quyosh nuridan yaltirab turgan. Qum bo'ronlari tufayli silliq yaltirab turuvchi toshlar oddiy toshlarga aylanib qolgan. Jazirama issiq havoga qaramay, piramidalar ichida o'rtacha havo 20 gradusni tashkil etadi. Olimlarning hisobiga ko'ra, Xeops piramidasi taxminan 6 million tonnani tashkil qilishi mumkin. O'rtacha hisobda har bir piramidani qurish uchun 200 yil vaqt kerak bo'lgan. Kimlardir piramidalarni o'zga sayyoraliklar qurgan deyshadi, kimlardir qullar, yana kimlardir mahbuslar qurgan deyshadi. Lekin zamonaviy olimlarning hisobiga ko'ra, bunday qurilishlarni oddiy odamlar oylik hisobiga barpo etishgan. 820-yilda Abu Jafar ismli xalif boylik topish maqsadida Mikerin piramidasini teshgan va unga zarar yetkazgan. Lekin piramida ichida yarim metrlik changdan boshqa hech vaqt topmagan. Bugungi kunda turistlar 17 metr balandlikda joylashgan shu teshik orqali kirishadi. Germaniya olimlarining fikriga ko'ra, piramidalarda fir'avnlar quvvat olishgan va energoterapiya bilan shug'ullanishgan. Yana bir hayratlanarlisi shundaki, bunday katta toshlarning orasiga hatto soch tolasi sig'maydi. Qanday qilib bu darajada qurish mumkin bo'lganligi hanuzgacha noma'lum. Qabrlardan topilgan mumyolarni ochgan olimlarning 12tasi rak kasalligidan vafot etgan. Kim bilsin, balki bu tasodifdir. Piramidalarning ichida isitgichlar yoki konditsionerlar yo'q, lekin yozda salqin, qishda esa iliq bo'ladi.
Misr piramidalari haqida ko'plab misollarni, faktlarni, asoslarini va afsonalarni keltirish mumkin. Lekin undan tashqari dunyo bo'ylab boshqa piramidalar ham mavjud. Masalan, Xitoydagi Sharq piramidasi, Sudandagi Meroe piramidasi, Meksika piramidalari, Braziliya va Avstraliya piramidalari. Bular haqida boshqa sonlarimizda batafsil aytib o'tamiz. Agar biror bir qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring va biz bilan baham ko'rishing. Videorolikni ostki qismidagi podelиться tugmachasini bosib, do'stlaringizga yuborsangiz, sizlardan minnatdor bo'lar edik. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like ni bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.